Ukalar, futbol o'ynash yaxshi, lekin fanat bo'lishlik ahmoqlik. Futbol o'ynash yaxshi, jismonan sog'lom bo'lasan, tellaysan va hokazo. Lekin fanatik bo'lib olib, o'sha televizorda 2 soatlab, 3 soatlab futbol ko'rishlik ahmoqlik bo'ladi. Yaxshilab bilib olinglar. Odamlarning narxi shunaqa bir pasayib ketganmiki, o'sha bitta to'p darvozaga kirsa, qiyomatni qoyim bo'lganini ko'ravering. Baq shunaqa baqiradi. Endi gol qo'yib olsa yana qiyomatni ko'ring. Ko'zinglarni ochinglar, musulmon odam fanatik bo'lmaydi. Agar gol bo'lmay qolsa yana qiyomatni ko'ravering. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Odamlarning narxi pasayib ketyapti, ukalar, narximiz pasayib ketyapti bizga. Futbolist orqasida milliardlarga muxlislar bor. Ammo biz kimdan ibrat olamiz? Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Alloh taolo aytadi, qiyomat kunida biz ular uchun hech qanday qadr qiymat bermasmiz.